Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz xalqaro diniy tashkilotlar faoliyatining tarixi va ularning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishdagi ahamiyati. Bugungi kunda xalqaro diniy tashkilotlarning global masalalarda o'ynaydigan roli tobora kuchayib bormoqda. Ularning barqaror rivojlanishga qo'shayotgan hissasi ham xalqaro hamjamiyat tomonidan keng e'tirof etilmoqda. Xalqaro diniy tashkilotlarning faoliyati bugungi dunyoda tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Ularning global masalalarda, xususan barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishdagi roli inkor etilmasdir. Ushbu mavzuni chuqur o'rganish va tahlil qilish zamonaviy jamiyat uchun katta ahamiyatga ega. Xalqaro diniy tashkilotlar tushunchasi. Avvalo, tushuncha tarifi va mohiyati haqida. Xalqaro diniy tashkilotlar bu turli mamlakatlardagi diniy jamoalar yoki tashkilotlarning birlashuvi bo'lib, ular umumiy qadriyatlar va maqsadlarga asoslangan holda xalqaro miqyosda hamkorlik qilishadi. Ularning faoliyati diniy qarashlarni targ'ib qilish, diniy ta'lim berish, diniy marosimlarni amalga oshirish va diniy qadriyatlarni himoya qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu tushunchaning asosiy xususiyatlari quyidagidan iborat. Xalqaro miqyosda faoliyat ko'rsatish, turli mamlakatlarning diniy jamoalarini birlashtirish, diniy qadriyatlarni targ'ib qilish va himoya qilish, diniy ta'lim berish, diniy marosimlarni amalga oshirish, insoniyatga xizmat qilish, tinchlik va hamkorlikni o'rnatishga hissa qo'shishdir. Diniy tashkilotlarning tarixiy ildizlari qadim zamonga borib taqaladi. Qadimgi Misr, Bobil, Hindiston, Xitoy va boshqa madaniyatlarda diniy jamoalar va tashkilotlar mavjud bo'lgan. Ularning faoliyati diniy marosimlarni amalga oshirish, diniy ta'lim berish, jamoalarni birlashtirish va jamiyat hayotida muhim rol o'ynashni o'z ichiga olgan. Diniy tashkilotlar tarixi davomida turli xil o'zgarishlarni boshdan kechirdi. O'rta asrlarda nasroniylik va islomning tarqalishi bilan diniy tashkilotlarning roli va ta'siri yanada kuchaydi. Yangi davrda esa xalqaro diniy tashkilotlarning shakllanishi va faoliyati kuchaydi. Birinchi xalqaro diniy tashkilot 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlarida xalqaro diniy tashkilotlarning shakllanishi jarayoni boshlandi. Bu davrda xalqaro hamkorlik va global masalalarga bo'lgan qiziqish kuchayganligi bilan bog'liq edi. Birinchi xalqaro diniy tashkilotlar asosan diniy qadriyatlarni targ'ib qilish, turli madaniyatlar o'rtasida tushunishni o'rnatish va tinchlikni o'rnatishga qaratilgan edi. Islom konferensiyasi tashkiloti. Islom konferensiyasi tashkiloti 1969-yilda Pokistonda tashkil topgan. Tashkilotning asosiy maqsadi musulmon davlatlar o'rtasida hamkorlikni o'rnatish va musulmonlarning manfaatlarini himoya qilish edi. Islom konferensiyasi tashkilotining asosiy maqsadlari quyidagilar. Musulmon davlatlar o'rtasida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hamkorlikni o'rnatish, musulmonlarning manfaatlarini himoya qilish, musulmon dunyosida tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, musulmonlarning huquq va erkinliklarini himoya qilish. Ushbu tashkilot musulmon davlatlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan ko'plab dasturlar va loyihalarni amalga oshiradi. Bu dasturlar iqtisodiy rivojlanish, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniy almashinuv va boshqa sohalarni qamrab oladi. Tashkilot xalqaro muammolarni hal qilishda ham faol rol o'ynaydi. Tashkilot tinchlikni o'rnatishga, inson huquqlarini himoya qilishga va global masalalarda o'z pozitsiyasini bildirishga harakat qiladi. Keyingi tashkilotimiz Jahon cherkovlar kengashi deb nomlanadi. Jahon cherkovlar kengashi 1948-yilda tashkil etilgan. Tashkilot turli nasroniy cherkovlari va konfessional guruhlarning birlashuvi bo'lib, ularning o'rtasida hamkorlikni o'rnatishni va xristian birligini mustahkamlashni maqsad qiladi. Jahon cherkovlar kengashining asosiy maqsadlari quyidagilar. Xristian cherkovlari o'rtasida tushunishni o'rnatish, xristian birligini mustahkamlash, xristian qadriyatlarini targ'ib qilish,
tinchlik va adolatni o'rnatishga hissa qo'shish, insoniyatga xizmat qilish. Jahon cherkovlari kengashining faoliyat doirasi. Jahon cherkovlari kengashi xristian cherkovlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan turli dasturlar va loyihalarni amalga oshiradi. Ular xristian birligini rivojlantirish, diniy ta'lim berish, ijtimoiy masalalarni hal qilish va global muammolarni yechishga qaratilgandir. Jahon cherkovlari kengashi xalqaro miqyosda insoniylikka xizmat qilishga ham qaratilgan. Tashkilot qashshoqlikni bartaraf etish, ochlikni tugatish, sog'liqni saqlashni yaxshilash va boshqa ijtimoiy muammolarni hal qilishga yordam beradi. Butunjahon Yahudiylar kongressi 3-tashkilot hisoblanadi. Tashkil etilishi va maqsadlari quyidagidan iborat. Butunjahon Yahudiy kongressi 1900-yilda tashkil etilgan. Butunjahon Yahudiy kongressi Yahudiy jamoalari o'rtasida hamkorlikni o'rnatish, Yahudiylar manfaatlarini himoya qilish va Yahudiy madaniyatini rivojlantirishni maqsad qiladi. Butunjahon Yahudiy kongressining faoliyat doirasi juda keng bo'lib, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy masalalarni qamrab oladi. Tashkilot Yahudiy jamoalarini birlashtirish, antisemitizmga qarshi kurash, Yahudiy madaniyatini rivojlantirish va Yahudiylar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan harakatlarni amalga oshiradi. Butunjahon Yahudiy kongressining zamonaviy faoliyati. Ushbu tashkilot zamonaviy dunyoda antisemitizmga qarshi kurashga katta e'tibor beradi. Tashkilot antisemitizmning har qanday ko'rinishini qoralaydi va uning oldini olish uchun xalqaro miqyosda faollik ko'rsatadi. Butunjahon Yahudiy kongressi turli mamlakatlardagi Yahudiy jamoalari bilan hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan dasturlarni amalga oshiradi. Ular Yahudiy madaniyatini rivojlantirish, diniy ta'lim berish va jamoalarni birlashtirishga yordam beradi. Keyingi tashkilotimiz Buddaviylik tashkiloti. Buddaviylik dunyodagi eng katta dinlardan biri bo'lib, u turli xil buddaviylik maktablari va tashkilotlarini birlashtiradi. Xalqaro miqyosda buddaviylik hamjamiyatlari o'rtasida hamkorlikni o'rnatish va buddaviylik qadriyatlarini targ'ib qilishga qaratilgan ko'plab tashkilotlar mavjud. Ushbu tashkilotlarning asosiy maqsadlari buddaviylik qadriyatlarini targ'ib qilish, buddaviylik ta'limini rivojlantirish, buddaviylik marosimlarini amalga oshirish, buddaviylik jamoalarini birlashtirish, tinchlik va hamkorlikni o'rnatish, insoniyatga xizmat qilishni o'z ichiga oladi. Xalqaro dinlararo muloqot markazi. Xalqaro dinlararo muloqot markazi turli dinlar vakillari o'rtasida hamkorlikni o'rnatish va tushunishni chuqurlashtirish maqsadida tashkil etilgan. Uning vazifalari quyidagilardan iborat. Turli dinlar vakillari o'rtasida muloqotni o'rnatish, diniy bag'rikenglik va tushunishni targ'ib qilish, diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash, diniy qadriyatlarni himoya qilish, tinchlik va hamkorlikni o'rnatishga hissa qo'shishdir. Barqaror rivojlanish maqsadlari. Barqaror rivojlanish maqsadlari 2015-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan va 2030-yilgacha erishilishi kerak bo'lgan 12 ta maqsaddan iborat. Bu maqsadlar insoniyatning jamiyat, iqtisodiyot va ekologik masalalarini hal qilishga qaratilgan. U quyidagi asosiy sohalarni qamrab oladi. Qashshoqlikni bartaraf etish, ochlikni tugatish, sog'lom turmush tarzini ta'minlash, sifatli ta'lim berish, gender tenglikni o'rnatish, toza suv va sanitariya bilan ta'minlash, arzon va toza energiya bilan ta'minlash, munosib ish va iqtisodiy o'sishni ta'minlash, sanoat, innovatsiya va infratuzilmani rivojlantirish, tengsizlikni kamaytirish, barqaror shaharlar va jamoalarni yaratish, mas'uliyatli iste'mol va ishlab chiqarishni rivojlantirish, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, dengiz